Mana u pul, mana u tovuq, mana u pastdagi axlat sen, ya'ni negativ musor, mana shu senlar. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Videoni boshida aytib o'tilgan, ya'ni musor deyilgan so'z aynan negativ yozadigan ich qoralarga bag'ishlangan va bizni chin dildan kuzatadigan obunachilarimizga, kuzatuvchilarimizga boshimiz yerga tekkincha assalomu alaykum deb qolamiz. Xo'p, bugungi videomizda ya'ni adlerlarni chiroyli qilib reklamasini qilamiz va bu pulni gapirib o'tganimizning sababi kecha ya'ni shu tovuqlarni sotuvga qo'ydik. 20 ta makon, 20 ta xo'roz. Ya'ni buni kim oladi, nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi deb har xillaligi negativ, ko'rayda turmaydigan so'zlarni, fikrlarni bildirishgandi. Mana aqli bor odam bemalol olib qanday qilib foydalanishda, qanday qilib daromad ko'rishda biladi. Ya'ni 10 donasi sotildi, 5 ta xo'roz, 5 ta makon sotildi. Ya'ni bitta odamga emas, 2 ta, 3 ta qilib turib sotildi, lekin birga bir ketyapti. Aytgan pulga ketyapti mana. Ozmoz xayr agar optim olinadigan bo'lsa bo'ladi. O'zini agar donaga olinadigan bo'lsa 250 ming so'mdan baho deb kechagina qo'ydik. Mana tushunadigan odam o'zi kelib, bilib olib ketishyapti. Hozirda endi bu yerda jami 15 ta qoldi, ya'ni 15 ta xo'roz va 15 ta makon orqalarida ham bor. Xo'p, bular yana sotuvga qo'yilyapti. O'sha kechagi videoni davomi bu. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida. Optim oladiganlar bo'lsa shu 30 tani, ya'ni 15 ta xo'roz, 15 ta makonni ozmoz xayrini qilib beramiz. Agar donaga olinadigan bo'lsa, o'shaga ya'ni 250 ming so'mdan tanlab olishaveradi. Faqat 1 ga 1 yoki 2 ga 2 shu holatda olib ketishlari mumkin. Dastlabki xizmatlari kelishilgan holda mavjud. Bugungilar Samarqand bilan Andijon nimaga chiqib ketdi? Qo'qonga chiqib ketdi. Samarqandga o'zimiz chiqarib oldik, Qo'qonlik akamiz kelib olib ketishdi. Xo'p, xudo xolasa bu haftani oxirida shanba, yakshanba kunlariga yangilik, ya'ni jami 8 ta jo'ja kelyapti. Hozir shu jo'jalarimiz qanaqa ko'rinishda ekanligini video davomida ko'rsatib o'tamiz. Agarda bu tovuqlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda videoni pastiga nomerni chiqarib qo'yamiz. Videoning nomiga bemalol aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Agarda videoning nomidan raqamimizni olib qo'ygan bo'lsak, demak bilingki parranda sotilib bo'lgan bo'ladi. Marhamat, endigi videomiz jo'jalarga. Mana bular kecha kuni 100 dona kelgan jo'jalarimiz, o'zi adashmasam 20 ta, 25 tacha qoldi xolos. Narsa bo'lsa 30 tadir. Xo'p, bular ham sotuvga qo'yilgandi. Kecha 50 ming so'mdan kanalimizga qo'ydik. O'zi mana tugab qoldi pashti. Oxiri qolyapti. Bular ham sotuvda o'sha 50 ming so'mdan makon xo'roz aralash, lekin aksariyati makonlar, makoni ko'proq. Xudo xolasa 28-aprel kuni 800 dona xuddi shu ko'rinishdagi jo'jalar keladi. Ularga ham zakaz qabul qilishni boshlaymiz. Agar kimgadir ko'proq miqdorda kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ko'rinishdagi jo'jalardan keladi. Ya'ni serebristый adler. Xudo xolasa narxlarni chiroyli qilib optimga olinadigan mijozlarimizga, foydalanmoqchi bo'lgan mijozlarimizga yo'lida qilib beramiz. Sizlarga taqdim etadigan video roliklarimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kamtarona mehnatimizni qadrlagan holda obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'larik. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va omon bo'ling.